o'zgartiradigan eng kuchli maslahatlar. Birinchi, vaqtingni qadrla. Vaqt qaytmaydigan boylik. Bugun yo'qotilgan vaqt ertaga afsus bo'ladi. Har bir daqiqa seni maqsadingga yaqinlashtirsin. Ikkinchi, har kuni o'rgan. Bilim bu kuch. Kichik bo'lsa ham har kuni nimadir o'rgansang, 1 yildan keyin katta farqni ko'rasan. Uchinchi, sabrli bo'l. Hech qanday katta natija tez kelmaydi. Sabr qilgan inson oxirida yutib chiqadi. To'rtinchi, niyatingni toza qil. Agar niyat toza bo'lsa, yo'ling ham toza bo'ladi. Inson nima uchun harakat qilayotganini bilishi kerak. Beshinchi, salomatligingni asra. Sog'lik eng katta boylik. Sog' inson hamma narsaga erisha oladi. Oltinchi, yomon muhitdan uzoq bo'l. Sen kimlar bilan ko'p bo'lsang, o'shanga o'xshab ketasan. Shuning uchun muhitingni to'g'ri tanla. Yettinchi, maqsad qo'y. Maqsadsiz inson shamoldagi barg kabi. Maqsading bo'lsa, hayotingda yo'nalish paydo bo'ladi. Sakkizinchi, shukr qil. Inson shukr qilsa, ne'mati ko'payadi. Kichik narsalarga ham shukr ayt. To'qqizinchi, xato qilishdan qo'rqma. Xato bu oxir emas, balki o'rganish. Har bir muvaffaqiyat ortida ko'p xatolar bor. 10. Allohga tavakkal qil. Hamda harakat qil, lekin natijani Allohga topshir. Eng kuchli tayanch unga bo'lgan ishonch. Agar sen shu 10 maslahatga amal qilsang, hayoting asta-sekin o'zgaradi. Eng muhimi boshlash. Oxirigacha tinglaganingiz uchun tashakkur.